O'rtoqlar Yandex sekretlar va bezlashib ketganda, borib men qaraylar qilib ketgan shuni. Men Dochani ham chiqib ketgan, Maxitoni ham chiqib ketgan. Klientlar o'tirganda ani приятный bo'lsin deb ikkita suv qo'yib qo'ygan edi. Atidan Docha bilan Maxito endi Maxito o'zi ichib yurardik. Docha yengillik bo'lganiga yengillik qo'yib qo'ya qolay dedim. Bitta klient oldim, yurayotgan yo'l to'g'risi aytsam o'zi 16,5 ming so'mlik yo'l. O'tirdi, ketayotganimizda aka suvdan ichsam maylimi dedi. Ichish uchun qo'yib qo'ygan, aka olib ichavering dedim. Bittasini olib shu birinchi Dochani ichdilar ekan. Olib ichib ketayotdi. Zo'r ekan, aka mazasi yo'q, gaplashib ketdi keyin. Bir orada jim bo'lib qoldi. Aka ikkinchisidan ichsam maylimi deyapti menga. Endi indomadim. Mayli aka ichavering dedim. Endi men TVP qo'shib ketsa kerak deb o'yladim-da. Ichavering desam bo'pti dedi, ichib ketdi deb payt. Tushayotgan payt qo'limga 16 ming berib, aka dedi, rozi bo'ling deyapti-da. Men hop dedim. Lekin Dochangiz bilan Maxitoy zo'r ketdi-da aka. Docha boshqacha ekan baribir dedi. Tushib ketdi. Qaranglar, hisoblasanglar borku, Dochani 10 mingga olganman, Maxitoni 12 mingga oldim adashmasam. 24 mingga olganman, 16 ming oldim klientdan yo'l kiraga. Shunda men apelista bo'laman yo minista bo'lamanmi? Bilganlar kommentariy yozib yuboringlar. Kelovdan chiqib ketgan, kelov bomba shuni. Yana musorni tashlab ham ketgan, borku mashina ichiga.